100 so'mga javob bera olmaysiz, kerilishsiz. Qo'rqqanga aytdingiz. O'zingga aytib ol, 100 so'mga aytib bormi o'zi? O mushik. Qo'rqqanni qo'yib turing. Esingizdan chiqadigan bitta matnga javob bera olmaysiz, matnga. Xo'p, endi 100 so'm haqini ham so'ralmadingiz. Xudo shuncha umrni berdi-ku, qo'y endi shu pulga javob qilolmadi. Shu umringizdagi 30 minut, o'sha 3 minutdan ketgan 10 ta sigaretni vaqti, 30 minutda ey bandam, meni biror marta zikr qilgan bo'lsang, hamma gunohingni kechaman, jannatga kirasan degan shart qo'ysa, kim 30 minut ichida Xudoga shukr keltiradi? Chekayotgan odam ne olib bismillahirrohmanirrohim deb chekadimi? Yo alhamdulillah deydimi? Yo tutun chiqarib subhanalloh deydimi? Yo filtringdan Alloh akbar deydimi? Yo tashayapti maşallah deydimi? Kim ayta oladi? Kim chekatib ayta oladi? Yarim soatning ichida ham Xudoni yod qilib, birorta Xudoni zikri bo'lmasa, ey to'nka deymanda men xafa bo'lmayu. Qanday sen jannatga tushing mumkin? Buni qalbda o'ylagan orzu, Allohning jamoli, Rasulullohning shafaati, shunday sharob, sutdan, asaldan bo'lgan daryo, Firdavs jannati, jannatin naim. Nima orzu, qanday yetasiz ey birodar? 30 mingga atvet yo'g'asa, nimaga katta ketasiz? 9 oy enerji qonida turganingizda ham sizni haqingizda Xudo yodidan chiqarmadi. Onangiz tilidan aytdi, dadasi qurtob yeyman dedi, dadangiz olib kelib berdi, yedi. O'shandan bir tishladimi, bir yaladimi, kim uchun yedi? O'sha qorinda yotgan ona Odil uchun yemadimi? O'shini rizqi emasmidi? Shu enani bir qavat terintayda turgan, hali o'g'i bolaligi, qiz bolaligi nishonasi bo'lmagan, bandasi haqida unutmagan Robbingizga, ey Alloh seni qulingman deb shukr qilib boshingni sajdaga qo'ymasang, kimsan bo'lmasa, kimsan? Nimasan? Mol desa 800 kelsa, eshak desa 800 kelsa, to'ng'iz desa 800 kelsa, palon desa 800 kelsa, qaysi eshak o'tirib sigaret chekyapti? Qaysi eshak? Qaysi eshak nok chekyapti? Qaysi it ona pambaga borib nasolib chekyapti? Qaysi to'ng'iz o'tirib aroq ichyapti? Qaysi mol g'iybat qilyapti? Qaysi echki yolg'on gapiryapti? Hayvon qilmagan ishni qilasiz, yana men odamma, javob bo'lganda hamma xon bo'lgan, tagimiz toza deysiz.